Assalomu alaykum o'rnishlar. Bugun bu yana yangi quyonlarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda 4 oylik Kaliforniya quyonlarimiz kelgan. Gavdasi ham katta. Yoshi 4 oylik, 1 oydan keyin erkakga qo'shishga tayyor bo'ladi. Bu yana bitta sherigi bor. Bu ham ikkalasi ham ayol bo'lardi. Bular sotuvda. Keyin kalifda Yevrokalif 5 ta bolasi sotuvda. Bularni arzonga beryapman. 60 mingdan beri yo'raman. Ko'pincha joyda 1 oyliklari 150 ming, 200 ming. Bizda esa arzon 60 mingdan beri yo'raman. Bu yana ustiga kelishiladigan joyi ham bor. Kelishamiz bu yana. 2-3 ta oladiganlar yo hammasini oladiganlarga bu yana kelishtirib ham beraman. Keyin mana bu yerga 2 ta ayol, 2 ta erkak quyon bo'lib qolgan bu. Tug'gan onasi 2 ta erkagi sotuvda. Mana shu 2 ta erkagi sotiladi. Bittasi Shaxtiyor bergan, bittasi Kaliforniya Yevrokalif. 2 ta ayoli zaynat qilingan. Ana shu 2 ta erkagi hozir sotuvda, sotiladi bu ham. Buni narxi kelishilgan holda telefonda kelishamiz. Bularning narxidan sal balandroq, chunki buni gavdasi ulardan kattaroq. Keyin strakachimiz sotuvda. Основной shu quyonlar sotuvda. Bu bilan bu arzon narxlarda. 60 mingdan lekin arziydi bular. Gavdasi ham katta. Qo'ygan. Shu quyonlar bor. Pastga nomer telefon qoldiraman, aloqaga chiqaveringlar.